Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Keling aka. Keldik. Bolalarga nima olsak? Nimalar beraylik? Mana bu yerda har xil narsalar bor. Bemalol tanlab olaverasiz. Kango nechi pul? Kangolarmi? Keling ko'raylik. Kangolar 2000 so'mdan kangolar. 2000 so'm. Yaxshi, mana shuni olamiz hozir. Bo'ldi, bo'ldi aka. Mana 50 ming. 50 ming. Aka o'zi hozirgina yaqindagina do'konni ochadi. Qachonga mayli yo'q ekan. Hoy, nima Yo'li qilasiz? tushib qolsa bir tashlab ketasiz aka, bo'lmasa mayli. Rozimisiz? Roziman, yo'li tushganda lekin tashlab ketasiz. Yaxshi. Hozir lekin xo'p, sog' bo'ling. Mana shuni paketga soling. Paketgami? Ha, bo'ldi, xo'p bo'ladi. yo'q, bu paketingizga emas, kattaroq paket solib bering. Kattaroq paketga? Bu ko'rinadi. Ha, xo'p bo'ladi. Jalka emas. Yo'q, jalkamas. Yashang. Kattaroq paket deyapsiz? Ha, kattaroq paket bo'lsa. Bu paket bo'laveradi. Ha, soling. Jalka emas sizlarga. Ha, yo'q, bo'ldi mana. Baraka xush toping. Yashang. Hop, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Yana kechirasiz. Mana shu paket yana bitta paket soling, velosiped dedimda uzilib ketib qolishi mumkin-da. Uzilib ketib qolishi mumkin. Maylimi? Ha. Yo'q, bo'ldi. Paket ko'p bu. Yo'q, o'zi 10 kilolik edi bu paketlar, endi bilmadim u. Ha, solavering, mijozning haqi. Xo'p, bo'ladi mana. Yashang. Aka, mana. Sog' bo'ling. Uzilmaydi. Rahmat. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, aka, salomat. Odamlarga hayronsan. Bu olgan narsasi duasiga 10 kilolik paket solib, yana bitta emas, ikkita olib ketdi. Mayli. Nima bo'lsa ham. Anaqa kechirasiz. Menga Kangoni nima zizini chekini bermadingiz menga?